Ba'zi holatlarda bemorlar keladi, murojaat qiladi, ya'ni yuragim asabiylashgan paytimda tezlashadi, tinch holatimda keyin o'tib ketadi. Yoki bo'lmasa asabiylashdim, yuragim tez urib ketishni boshlaydi degan bir nozik nuqta bor. Bu yurak urishi stress bilan bog'liq yurak urishi hisoblanadi, ya'ni taxikardiya hisoblanadi. Bu bir xilda ritmik ravishda tez urib borish, to'satdan tomoq ostida tiqilish yoki ko'krak qafasiga bir musht bilan urganday holatda bir yurakni turtib o'tishi kabi belgilar kuzatiladi. Stressistoliyalar, ya'ni yurakni tashlab urishlari bu odatda hayotda orttirilgan bo'ladi. Aritmiyalarni, taxikardiyalarni asosan kelib chiqishi tug'ma bo'lganligi sababli bular yosh tanlanmaydi. Yoshda yangi tug'ilgan bolada ham bo'lishi mumkin, 80 ga 100 ga kirgan odamda ham uchrab qolishi mumkin. Assalomu alaykum, Mahror aka. Assalomu alaykum. Bugungi kichik bir suhbatimizda asosiy mavzusi deb taxikardiyani oldik. Sababi nima desa, oxirgi suhbatlarimizda ko'pchilik savol berib qoldirmoqda va qiziqish bildirmoqda. Xalq o'rtasida bir muammo bu taxikardiya, ya'ni yurakni tez urishi asosiy dolzarb muammolardan biri bo'lmoqda. Shu bo'yicha sizga bir nechta savollarimiz bor. Bu bizni kuzatuvchilar uchun bir manfaatli bo'lsin degan ma'noda. Juda yaxshi. Demak, birinchi savolim, yurak tez urishi o'zi qachon normal, qachon muammo? Umuman yurakni o'zi normal fiziologiyasida yurakni tez urishi degan tushuncha bor, ya'ni taxikardiya. Yurak qachonki odam harakat qilganda, yurganda, bir narsaga asabiylashgan paytda yoki bo'lmasam qo'rqqanda, hayajonlangan vaqtda yurakni 100 tadan 150 tagacha, ba'zi holatlarda yoshlar orasida 170-80 tagacha urib ketishi ham bu norma hisoblanadi, ya'ni normal fiziologiya hisoblanadi. Lekin yurakni uzoq vaqt davomida stress holati o'tib ketgandan keyin yoki jismoniy yuklama to'xtatilgandan keyin ham o'tib ketmasligi bu endi patologiya deb baholanadi. Demak, biz yurganda, harakatlangan vaqtda, asabiylashgan, hayajonlangan vaqtimizda yuragimizni urib ketishi va tinchlangan paytimizda tinch holatga kelishi bu demak normal taxikardiya deyiladi. Tushunarli. Bundan keyingi savolim ham aynan shu haqida edi. Ya'ni inson ba'zida stress holatiga tushganda yurak tez urish holati uchraydi. Ya'ni shu holatda biz shuni kasallikda qanday ajratib olsak bo'ladi yoki de o'zi bu normalmi? Ba'zi bemorlarda, ko'pchilikda uchraydi. O'zi asabiylashgani zahoti tezda yurak tez urishi asorati kuchayib ketib qoladi. Qanday? To'g'ri. Bir narsaga e'tibor berish kerak. Masalan, odam asabiylashsam yuragim tez uradi deydi. Ba'zi holatlarda bemorlar keladi, murojaat qiladi. Ya'ni yuragim asabiylashgan paytimda tezlashadi, tinch holatimda keyin o'tib ketadi. Yoki bo'lmasa asabiylashdim, yuragim tez urib ketishni boshlaydi degan bir nozik nuqta bor. Ya'ni yurak tez urib qolishi bor va yurakni tez urib ketishi. Shu joyda stress bilan bog'liq bo'lgan bir muhim holat. Ya'ni odam bir narsaga asabiylashdi, qattiq hayajonlandi yoki stress holatiga tushdi-da, yurak tez urishi bu tabiiy. Chunki qonda adrenalin, gormonlar ishlab chiqarilishi kuchayib, yurak urishlarini normada tezlashtiradi. Va e'tibor berish kerak bo'lgan bitta muhim jihat, asabiylashgan vaqtda yurakni tez urib, biroz vaqtdan keyin darrov normal holatni sezishi yoki qaltiroq holatida turib, lekin puls oksimetr yoki bo'lmasam EKG tekshiruvida yurakni normal holatga qaytganini ko'rgandan keyin bu yurak urishi stress bilan bog'liq yurak urishi hisoblanadi, ya'ni taxikardiya hisoblanadi. Endi yurak urib ketdi asabiylashgan vaqtda, lekin u tinchlangandan keyin ham davom etib ketyaptimi? Demak, bu yerda qandaydir muammo bor. Ya'ni yurakni stress bilan boshlangan taxikardiya va keyinchalik davom etadigan qandaydir bir yurakni taxikardiya bilan bog'liq kasallikka o'tish holati nuqtasi bo'lishi mumkin bo'ladi. Tushunarli. Shu joyda bir qiziq savol paydo bo'ldi menda. Hozir oxirida fikringizga nisbatan. Demak, ba'zida ortiqcha stress bu kasallikka o'tish ehtimolini oshiradi. Ortiqcha stress kasallik bor bo'lgan holatda uni boshlab berishiga omil, ya'ni stimul bo'lib beradi. Demak, tushunarli. Bu kasallik o'zi aslida bo'ladi. Xuddi shunaqa. Oshirishga yordam beradi. Kasallik bor, lekin uni qo'zg'atish uchun bu stimul bo'lib beradi. Tushunarli. Ahror aka, keyin yurak tez urishi deyapmiz. Yurakni o'zi qancha vaqt urishi yoki-da necha marotaba urishi desa, ya'ni necha marotaba urishi o'zi biz uchun xavfli hisoblanadi. Xo'p, gemodinamik ahamiyatli va gemodinamik ahamiyatsiz bo'lgan yurak urishlariga ajratiladi. O'zi umuman yurak urishlari, ya'ni
taxikardiyalarni odam hayoti uchun xavf tug'diradigan va qon bosimi tushib ketadigan, hushdan ketadigan holatlardagi bu o'zgarish darajasidagi tezlashishlar gemodinamik ahamiyatli, ya'ni xavfli taxikardiyalar hisoblanadi. Ba'zan bu taxikardiyalar 180 tadan 300 tagacha bo'lishi mumkin. Lekin gemodinamik ahamiyatsiz bo'lgan taxikardiyalar bu 200 ta yoki 100 ta orasidagi yurak tez urib ketishlari yurakni qon bosimini tushirishiga sababchi bo'ladigan darajada tezlashishi hisoblanmaydi. Ana shunday holatlar bu gemodinamik ahamiyatli va ahamiyatsiz deb aytganimiz qon bosimini tushirmasdan, hushdan ketmasdan bemorda klinik kuchli o'zgarishlar keltirib chiqarmasa, demak bu gemodinamik ahamiyatsiz taxikardiyalar hisoblanadi. Va mana shu yurak urib ketishlari inson hayoti uchun xavfsiz hisoblanadi. Tushunarli. Demak, o'zi normal inson yuragi adashmasam 60 ta atrofida urishi kerak, a? Normal holatda odamniki tinch holatda 60 ta va 90 ta orasida. Kimlardadir sportchilar, sportsmenlar, ko'p og'ir jismoniy mehnat qiladiganlar, bularda yurak urishlari 50 tagacha ham pasayishi mumkin. Lekin 90 tadan baland, ya'ni 100 ta, 150 ta, 120 ta urib turishi bu taxikardiya, ya'ni yurakning tez urishi hisoblanadi. Aha, tushunarli. Yana bir qiziq savol bor. Ba'zilarda uchrashi mumkin, ya'ni nima? Yurakda tez urishi bilan ba'zida sakrash holatlarini bir-biridan qanday farq qiladi? Ya'ni ikki xil belgimi bu? Ha. Yurakni tez urib ketishi va yurakni sakrab urishi kabi tushunchalar bor. Yurakni tez urib ketishi bu bir xilda ritmik ravishda tez urib borishi. Yurakni sakrab urishi bemorlarda ko'pincha o'zida his qiladigan holat. Yurakni bir xil ritmik ravishda urib, to'satdan tomoq ostida tiqilish yoki ko'krak qafasiga bir musht bilan urganday holatda bir yurakni turtib o'tishi kabi belgilar kuzatiladi. Bu ekstrasistoliya, ya'ni yurakni tez urishi emas, bir sakrab urishi. Normadan tashqari birta sakrab urishi hisoblanadi. Taxikardiyada ritmik bir xilda tekis urib turib, doimiy ravishda tomoqqa tiqilib turishi ham mumkin bo'ladi. Ha, tushunarli. Axir aka, shunaqa holatlar kuzatilgandan so'ng qancha vaqt o'zida tezda kardiolog yoki aritmolog huzuriga, ko'rigiga yozilish kerak o'zi aslida? Odatda aritmiyalarni keltirib chiqaruvchi bir nechta sabablar, omillar bor va ularni keltirib chiqarish darajasiga qarab kimdadir mana bu aritmiyani paydo bo'lishi ma'lum bir vaqtga to'g'ri keladi. Kimdadir kun davomida doimiy ravishda bezovtalikni keltirib chiqarib turadi. Agar taxikardiya yoki yurakning notekis urishlari vaqtida bemorda diskomfort, ya'ni o'sha ish faoliyatiga ta'sir qiladigan darajada sezilarli o'zgarish bo'lyaptimi, demak zudlik bilan shifokor aritmologga murojaat qilishi shart. Agar ma'lum bir vaqtda bo'lib o'tyapti, lekin tezda yo'qolib qolyapti yoki bo'lmasam bemorning o'ziga hech qanaqangi sezilarli bir ta'sir ko'rsatmayapti, ma'lum bir vaqtda bitta o'sha nima belgilarni sezib qolyapti. Demak, bunda shoshilinch ravishda aritmologga murojaat qilish shart emas, rejali ravishda aritmolog ko'rigiga borish va zaruriy tekshiruvlardan o'tib, xavfli yoki xavfsiz aritmiya yoki ritm buzilishlari, taxikardiyalar bo'lyaptimi yoki yo'qmi, shu narsani tekshirtirib qo'yishlari zarur. Tushunarli. Ahror aka, demak bu kasallik o'zi yosh tanlaydimi? Ko'pchilik savol bo'lishi, yosh bolalarda ham uchrashi mumkin, yosh kattalar yoki yosh bolalarda uchragan taqdirda ham yosh bolasan, senda bunday holat bu tabiiydir, shoshasan, nima tezkor bo'ladi yoki yosh bo'lgan payt tez urishi normal deb qabul qilishlar to'g'rimi? Qanaqadir yosh chegarasi bormi kasallikda? Umuman olganda kasalliklarni, ya'ni taxikardiyalarni turlari bor bizda. Ya'ni avtogun reentry taxikardiyasi deymiz yoki bo'lmasam manifest, yashirin VPV sindromlari. Bular qo'shimcha tok yo'li hisobiga paydo bo'ladigan aritmiyalar hisoblanadi. Ya'ni yurakni o'zini tok yo'lidan tashqari yana bir qo'shimcha tok yo'li bo'lishi va bu aynan tug'ma bo'lishi sababli yosh bolalarda ham, kattalarda ham uchrashi mumkin. Lekin bundan tashqari ekstrasistoliyalar, ya'ni yurakni tashlab urishlari bu odatda hayotda orttirilgan bo'ladi. Ayrim holatlarda genetik jihatdan tug'ma holatlar uchrab turadi, lekin juda ham kam. Shuning uchun aritmiyalarni, taxikardiyalarni asosan kelib chiqishi
tug'ma bo'lganligi sababli bular yosh tanlamaydi. Yoshda yangi tug'ilgan bolada ham bo'lishi mumkin, 80 ga 100 ga kirgan odamda ham uchrab qolishi mumkin. Ekstrasistoliyalar esa asosan tashqi muhitga, tashqi omillarga bog'liq bo'lganligi sababli bular ko'proq yoshi kattalarda uchraydi va shuning uchun bu holatlar tug'ma hisoblanmaydi. Ekstrasistoliyalar odatda hayotda orttiriladi. Shuning uchun bu biroz yoshga bog'liq holati bor. Suhbatimiz yakunida bir qisqacha tavsiyangiz bersangiz bizga kuzatuvchilarga ushbu yuqoridagi belgilar uchayotgan bo'lsa, o'zi nimalarga e'tibor berish kerak, qachon tezda aritmolog ko'rik yozilishi kerakmi? Shuning qisqacha o'zingiz xulosangiz, tavsiyangiz bersangiz. Xo'p. Yuqoridagi belgilar kuzatilayotgan bemorlar hozirgi kunda juda ham ko'p uchrab turadi. Har bir insonning hayotida bu aytib o'tgan belgilarimiz bir marta bo'lsa ham belgilar yuzaga kelishi mumkin. Stress ta'sirida yoki bir og'ir jismoniy mehnat ta'sirida bu holatda aynan shifokorga murojaat qilish kerakmi yoki yo'qmi degan savolga, agar sizda hayot davomida bir necha marta shu belgilar kuzatilayotgan bo'lsa va bu sizga sezilarli darajada ish faoliyatingizga ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsa, albatta shifokor aritmologga vaqtida murojaat qilish kerak. Nima sababdan degan savolga, nima sababdan erta bosqichda biz shifokorga murojaat qilsak, bu narsani xavflilik darajasini aniqlash va ularni davolash mumkin bo'lgan holatlarni erta bartaraf qilishimiz mumkin bo'ladi. Bemorlarda ko'pincha muddatdan o'tgandan keyin murojaat qilib kelishlar bo'ladi-da, keyin buni dorilar bilan davolasak bo'ladimi, tuzalib ketadimi, bizda qaytalamaydimi degan savollar juda ham ko'p tug'iladi. Va afsuski, kechikkan kasallikni davolash bu albatta o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi. Shuning uchun erta belgilari kuzatilgan vaqtda murojaat qilib kelishsa, bularni oddiy bitta tabletka bilan vaqti kelsa yoki bo'lmasam oddiy hayot tarzini, ish faoliyatini o'zgartirish yo'li bilan ham davolash mumkin bo'lgan holatlar kuzatiladi. Lekin og'ir holatlarda gemodinamik buzilishga olib kelgan aritmiyalar holatida murojaat qilib kelgandan keyin operatsiya tavsiya qilinsa yoki bo'lmasam bu kasallikni davolash imkoni yo'q degan holatlarga borib qoladigan bo'lsa, unda bemorlar ko'pincha endi nima qilsam bo'ladi, qanday davolasa bo'ladi degan baligi savollarni berishadi. Shuning uchun bu holatga tushmaslik uchun agar yuqorida belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta erta bosqichda bemorlar bizga murojaat qilsa va Holter, EKG, sutkalik Holter monitoring, SMAT tekshiruvlari va bundan tashqari echo tekshiruvlari, EKG tekshiruvlaridan o'tib, bemorlardagi kasalliklarni darajasi, xavflilik holatini aniqlab, ularni dorilar yordamida davolash yoki bo'lmasam operativ yo'l bilan davolash choralari ko'riladi va o'z vaqtida ularga kerakli maslahatlarni berishimiz mumkin bo'ladi.